Yo'q, o'sha shunday qimmat qilasizda, 300 ming qimmatda. Men qiladigan o'sha 300 minglik makiyaj 450 mingni shaharda qilyapti. Ishlatadigan produktasi o'shaning menikida emasda, o'shalarniki. Hamma narsani anaqa yaxshisini olaman, u kuni syomka qildingizlarki, kelinchakda bo'lganda. Chiqib ketishida ko'rmadim-da, endi kelinlar ko'proq uni orqasida klientlarim kutib turuvdi. Chiqib ketgan qo'yman, obedda telefon qilyapti. Shoira bitta boring deydi, sal makiyaji o'zgardi-da deydi. Shunday eshikdan kirib kelib qo'rqib ketdim-da ko'rib. Bu ishimda ikkinchi marta bo'lishida. Podelka tonalniy kremdan. Shunda yangi tonalniy krem olib kelganman, qiz oppoqchi ekan. Oppoq tonalniy krem ishlataman bunga dedimdagina, bunga shundan ishlatib, qolgan kelinlarga oldingi tonalniymni ishlatganman. Ular obedda kelyapti, beti svejiy turibdi, qanday qilgan bo'lsa o'shanda turibdi-da. Bular obeddan keyin kelsa faqat pomada qo'yib yuboraman. Bo'ldi, boshqa narsa qilmayman kelinlarga. Bu kirib kelyapti, beti g'ijjali bo'lib yotibdi-da. Aytaman, syomkada ham bitta yaltirab turibdi. Keyin ozgina ishlavordim, sal mataviyroq qilvordim, betini yaltirab turibdi-da, videoni tashlagan sal-ku. Aytdim, voy shunaqa uzr so'ram, ayaz telefon qilyapti. Qizimniki makiyaj qildi, nimaga unaqa qilib qo'ygansan? Aytaman, nimasidan kamchilik topyapti ekan? Qizi vro'di chiroyli chiqib ketuvdi. Chiqib ketayotganda ham ko'rganim yo'q-da, qizlar aytyapti, ketayotganda Shoira opa, real beti sal boshqacharoq turuvdi uni. Nima aytmadilaring desak, endi o'zingizni ishingizni ustasi biz bilmaymiz-ku, deyapti-da. Shunda o'tirdim, opa menga yarim soat vaqt bering dedim. O'timni shub o'chirib tashladim-da, betini boshqatdan o'sha eski tonalniy kremini olib chiqib, tashladim, tonalniy kremini olib borib berdim. Iltimos, menga bunaqa narsa sotmanglar. Voy dedim, bordim, shuni janjal qilib keldim. Nimaga bunaqa narsa berasizlar? Pulini beryapman-da, o'sha aytgan narxini $50 dedim, $55 dedim, berib kelaman-da. Tushsa $5 tushadi. Endi narsa olayotganingizda baribir tushdingiz-ku, $5 tushadi. Podelka narsa qilish kerak emas. Shunaqa qilib. O'sha tonalniy kremlarda ishlaydi, qolgan kelinlarda-da. Qanaqa qilib ishlaykan o'shanda? Men kelinlar kelgan payti, večerga borgan paytim, kelinlar betini qancha odam ko'radi-da. Večerga ketayotganda kirib ketardi, ataynalab kirmadi, chunki даже og'zida pomada ham o'chgani yo'q deydi. Hamma narsasi to'lib turibdi, ataynalab kirmadik dedi. Keyin bunisi kuniga kelib ayaz rahmat aytib ketdi. Bu lekin shunaqa večerga borganda qizim shunday chiroyli bo'lib turuvdi, deb turib. Ya'ni bu beti burishib ketgandan keyin tasavvur qiling, qanaqa ko'rinadi. Chiroyli qizni beti shetib yotsa-da. O'zi chiroylicha qiz-ku, voy. Ужас.